Sizda prostata adenomasi borligini qanday bilishingiz mumkin? Hozirgi vaqtda o'rtacha 45-50 yoshdan keyin deyarli 50% dan yuqori holatlarda prostata adenomasi kuzatilyapti. Bu holat qanday aniqlash mumkin? Mana sizga aytib beraman. Prostata adenomasi bu prostata bezining xavfsiz giperplaziya. Ko'pincha shu holatda keluvchi normal, ya'ni 20-25 cm ko'p bo'lgan prostataning kattalashuviga olib keladigan kasallikdir. Bunda sizda siydikning qiyinlashuvi, bosimining pasayishi, qolib ketgan siydik hissi va bemalol bo'shana olmaslik hislari paydo bo'ladi. Bunda aslida nima qilish kerak? Ikki xil yo'li bor: operatsiya yoki konservativ. Konservativ davo doimiy dorivor preparatlar ichishni taqozo qiladi. Operativ yo'l esa 1 soatda bu illatdan qutulishga yordam beradi. Hozirda esa operatsiya yo'li bilan mutlaqo kesmasiz va og'riqsiz bundan 1 soat ichida qutulish yo'li mavjud. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.